Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ularning farzandlari va yaqinlari. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 11 sentyabrgacha pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan summalar yangi ro'yxat. Kimlar bu ro'yxatga kirishi mumkin? Kimlar pul kutishi kerak? Kimlar esa avval hujjatlarni tekshirtirib olishi shart. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo bu yoki nafaqa oluvchi yaqin inson bor. Men darhol aytaman, bunday xabarlarda eng katta muammo shuki, odamlar ko'pincha hamma pensionerga bir xil pul berilar ekan deb o'ylaydi. Aslida esa har doim ro'yxat, toifa, hujjat, yashash joyi, pensiya turi, bank kartasi yoki naqd olish tartibi kabi masalalar bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntiraman. Avval qanday edi? Avvallari pensionerlar o'z pensiyasini belgilangan jadval bo'yicha olardi. Kimdir oyning boshida, kimdir o'rtasida, kimdir oxiriga yaqin. Qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar, qayta hisob kitoblar yoki ijtimoiy yordamlar esa alohida ro'yxatlar asosida berilar edi. Ya'ni pensiya har oy kelib turgani boshqa masala. Qo'shimcha summa berilishi esa butunlay boshqa tartib. Mana shu joyda ko'pchilik adashadi. Pensiya miqdori oshirilsa, bu avtomatik tarzda barcha pensionerlarga keyingi oyda yangi miqdorda tushadi. Lekin 1 sentyabrgacha berilishi kerak bo'lgan summa degan gap ko'pincha ma'lum bir qarzdorlik, qayta hisoblangan farq, kompensatsiya, moddiy yordam yoki ro'yxat asosidagi to'lovni anglatishi mumkin. Demak, bu yerda eng muhim savol: siz aynan qaysi toifaga kirasiz? Hozirgi o'zgarishning mazmuni shundan iboratki, ayrim pensionerlar bo'yicha ma'lumotlar qayta ko'rib chiqiladi, ro'yxatlar yangilanadi, hujjatlar solishtiriladi va kimga qancha summa berilishi kerakligi aniqlanadi. Bu jarayonda pensiya jamg'armasi bo'limlari, mahalla, bank, pochta, ayrim hollarda tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari muhim rol o'ynaydi. Agar sizning ma'lumotingiz tizimda to'g'ri bo'lsa, odatda ortiqcha yugur talab qilinmaydi. Agar xatolik bo'lsa, to'lov kechikishi yoki umuman ko'rinmay qolishi mumkin. Men bu yerda bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensioner pul olishi kerak bo'lgan holatda ham pulning kelishi bir kunda hammaning kartasiga tushadi degani emas. To'lovlar bosqichma-bosqich hududlar bo'yicha bank yoki pochta tizimining jadvali bo'yicha amalga oshiriladi. Shuning uchun kimdir 10 sentyabrda olsa, kimdir 12 sentyabrda, yana kimdir 15 sentyabrga yaqin olishi mumkin. Muhimi siz ro'yxatda bor yo'qligingizni va hujjatlaringiz to'g'ri yo'qligini bilishingiz kerak. Endi kimlar diqqatli bo'lishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Eng avvalo, yoshga doir pensiya oluvchilar. Bu eng katta toifa. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, sizga beriladigan har qanday qo'shimcha summa sizning pensiya ishingizdagi ma'lumotlar asosida hisoblanadi. Masalan, sizning pensiyangiz 200 ming so'm bo'lsa, qayta hisoblash natijasida 22 ming so'm bo'lishi kerakligi aniqlansa, o'tgan oylar uchun farq paydo bo'lishi mumkin. Agar farq 2 ming so'mdan 3 oyga yig'ilgan bo'lsa, sizga 2 ming so'm qo'shimcha to'lanishi kerak bo'ladi. Lekin bu faqat hujjat asosida tasdiqlansa beriladi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda tibbiy hujjatlar, nogironlik guruhi muddatli yoki muddasiz belgilanganligi juda muhim. Misol uchun, bir fuqaro ikkinchi guruh nogironlik pensiyasini oladi. Uning hujjati tizimda yangilangan, ammo bank kartasi muddati tugagan. Bunday holatda to'lov hisoblangan bo'lsa ham kartaga tushmasligi mumkin. Fuqaro menga bermadi deb o'ylaydi, aslida esa muammo bank rekvizitida bo'ladi. Shuning uchun nogironlik pensiya oluvchilar hujjat muddati va bank kartasini albatta tekshirtirishi kerak. Uchinchi toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bunda to'lov bolalarga, o'quvchilarga, talabalarga yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolariga berilishi mumkin. Bu toifada eng ko'p uchraydigan muammo o'qish joyidan ma'lumotnoma masalasidir. Masalan, 18 yoshdan oshgan talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsa, u o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumot o'z vaqtida yangilanmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Shuning uchun 15 sentyabrgacha pul kutayotgan oilalar farzandning o'qish hujjatlarini tekshirtirib qo'yishi kerak. 4-toifa kam ta'minlangan
yolg'iz yashovchi yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlar. Bunday insonlar bo'yicha mahalla ro'yxatlari muhim bo'ladi. Masalan, yolg'iz yashaydigan 72 yoshli ona bor, farzandlari boshqa viloyatda doimiy yordam ko'rsatmaydi. Uyda daromad manbai yo'q. Agar u mahallada yolg'iz pensioner sifatida ro'yxatda tursa, ayrim yordam pullari oziq-ovqat yoki kompensatsiya dasturlariga kiritilishi mumkin. Lekin agar mahalla daftarida ma'lumot eski bo'lsa, masalan, farzandi shu manzilda ro'yxatda turib qolgan bo'lsa, tizim uni yolg'iz deb ko'rmasligi mumkin. Natijada yordam ro'yxatiga kirmay qoladi. 5-toifa pensiyasini pochta orqali naqd oladiganlar. Ko'pchilik kartaga o'tgan bo'lsa-da, ayrim pensionerlar hali ham naqd oladi. Bu holatda yetkazib berish jadvali muhim. Agar pensioner uyda bo'lmasa, manzil noto'g'ri bo'lsa yoki pochta xodimi kelgan vaqtda hujjat ko'rsatilmasa, to'lov ortga qaytishi mumkin. Shuning uchun naqd oluvchilar pasport yoki ID kartasini tayyorlab qo'yishi, manzil o'zgargan bo'lsa, buni tegishli bo'limga bildirishlari kerak. Endi raqamli misollar bilan tushuntiraman. Masalan, birinchi holat. Pensioner Abdulla ota har oy 1.500 ming so'm pensiya oladi. Uning ish staji bo'yicha bir hujjat keyinroq topildi va pensiyasi 1.500 ming so'm bo'lishi kerakligi aniqlandi. Farq 7 ming so'm. Agar bu farqdan oy uchun hisoblangan bo'lsa, Abdulla otaga 2,5 ming so'm qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin. Bu pul asosiy pensiyadan alohida tush yoki pensiya bilan birga qo'shilib kelishi mumkin. Ikkinchi holat, Maryam opa nogironlik pensiyasi oladi. U kartasini almashtirgan, lekin yangi karta rekvizitini pensiya jamg'armasiga yetkazmagan. Tizimda eski karta turibdi. To'lov hisoblangan bo'lsa ham pul qaytib ketishi yoki ushlanib qolishi mumkin. Maryam opa bunday vaziyatda bankka borib, pul tushmadimi deb so'raydi. Bank esa bizga kelmagan deydi. Aslida masalani pensiya jamg'armasi bo'limi bilan birga tekshirish kerak bo'ladi. 3-holat. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba Salat sentyabrda o'qishini davom ettiradi. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma tizimga kiritilmagan. Natijada sentyabr oyidagi to'lov kechikadi. Agar u o'z vaqtida dekanat yoki o'quv bo'limidan tasdiq olsa va pensiya jamg'armasiga topshirsa, to'lov qayta tiklanishi mumkin. Aks holda oila ro'yxatdan tushib qolganmiz deb xavotirga tushadi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyangizni har oy muntazam olayotgan bo'lsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, pensiya turi bo'yicha qo'shimcha hujjat talab qilinmasa, odatda katta xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir bir marta tekshirish zarar qilmaydi. Ayniqsa sentyabr oyida ko'p to'lovlar, o'quv yili boshlanishi, ro'yxatlar yangilanishi, bank va byudjet jarayonlari bir vaqtga to'g'ri keladi. Endi istisnolar, yashirin nozikliklar va odamlar ko'p e'tibor bermaydigan joylarni tushuntiraman. Birinchi noziklik, hamma qo'shimcha pul bir xil miqdorda bo'lmaydi. Ba'zi odamlar 700 ming so'm olishi mumkin, ba'zilar 300 ming so'm, ba'zilar esa umuman qo'shimcha olmaydi. Bu adolatsizlik bo'lgani uchun emas. Hisob-kitob har bir fuqaroning pensiya ishi, staji, toifasi, oldingi to'lovlari va mavjud hujjatlariga qarab qilinadi. Ikkinchi noziklik, ro'yxatda bor degani pul darhol tushdi degani emas. Ro'yxat tasdiqlanadi. Keyin moliyalashtirish bo'ladi. Keyin bank yoki pochta orqali yetkaziladi. Shu sababli pul kelishida bir necha kun farq bo'lishi mumkin. Agar qo'shningiz oldi, siz olmadingiz, darhol vahima qilmaslik kerak. Lekin 15-sentyabrdan keyin ham pul tushmasa, tekshirdirish zarur. 3-noziklik, qarzdorlik yoki ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarda aliment, kredit, ijro hujjati yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Bunday holatda hisoblangan pulning bir qismi ushlab qolinishi ehtimoli bor. Masalan, fuqaroning pensiyasiga nisbatan ijro hujjati mavjud bo'lsa, belgilangan tartibda ma'lum foiz ushlanishi mumkin. Shuning uchun menga 400 ming so'm chiqishi kerak edi. 300 ming keldi degan holatda darhol xulosa qilmasdan to'lov varaqasi yoki hisob-kitobni ko'rish kerak. 4-noziklik plastik karta muddatidir. Juda ko'p pensionerlar kartaning amal qilish muddati tugaganini bilmaydi. Karta qo'lda bor, lekin muddati o'tgan. Bunday karta orqali yangi to'lovni olishda muammo bo'lishi mumkin. Ayniqsa farzandlari boshqa shaharda bo'lgan keksa insonlar bank xabarlarini o'qimaydi yoki SMS kelmaydi. Shuning uchun oiladagi yoshlar ota-onasining kartasini tekshirib qo'ysin. Amal qilish muddati, SMS xabarnoma, PIN kod
Karta bloklanmaganmi? Bank ilovasida muammo yo'qmi? 5-noziklik pasport yoki ID karta almashgan bo'lsa, agar fuqaro eski pasportdan ID kartaga o'tgan bo'lsa, ayrim tizimlarda ma'lumot yangilanishi kerak bo'ladi. Odatda bu avtomatik bo'lishi mumkin, lekin amaliyotda ba'zan xatoliklar uchraydi. Ism familiyada bitta harf noto'g'ri yozilsa ham bank va pensiya tizimi orasida mos kelmaslik chiqishi mumkin. Masalan, o'g'li yozuvi, apostrof, lotin va kiril yozuvi tug'ilgan sana yoki JSSH raqam bo'yicha xatolik to'lovini kechiktirishi mumkin. 6-noziklik manzil o'zgargan bo'lsa. Pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan, lekin pensiya ishini ko'chirmagan bo'lishi mumkin. Pochta orqali naqd oluvchilar uchun bu ayniqsa muhim. Agar tizimda eski manzil bo'lsa, to'lov eski hudud bo'yicha yuradi. Keyin pensioner yangi manzilda kutadi. Pul esa boshqa joyda rasmiylashtirilgan bo'ladi. Bunday vaziyatda vaqt yo'qotmaslik uchun yashash joyidagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish kerak. 7-noziklik. Vafot etgan pensionerlar bo'yicha oila a'zolari noto'g'ri kutish qiladi. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning vafotigacha hisoblangan, lekin olinmagan pensiyasi bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Bu pul avtomatik ravishda har qanday qarindoshga berilmaydi. Merosxo'rlik, oila a'zoligi, birga yashaganlik, hujjatlar kabi talablar bo'ladi. Shuning uchun bunday holatda aniq hujjat bilan murojaat qilish kerak. 8-noziklik. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Har safar pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki yangi ro'yxat haqida xabar chiqqanda firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib sizga pul chiqdi, karta raqamingizni, SMS kodini ayting deyishi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod, karta pin kodi, bank ilovasiga kirish paroli berilmaydi. Davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir 25 sentyabrgacha pul olasiz, kodni ayting desa, bu juda katta xavf belgisi. 9-noziklik ijtimoiy tarmoqlardagi eski xabarlar. Ba'zan odamlar o'tgan yilgi yoki boshqa davlatga tegishli xabarni ko'rib, bizda ham shu bo'lar ekan deb tarqatadi. Shuning uchun har qanday summani rasmiy manbadan tekshirish kerak. Pensiya jamg'armasi, mahalla, bank yoki hukumatning rasmiy kanallardagi ma'lumotga tayanish kerak. Kimdir Telegramda skrinshot yubordi, kimdir ovozli xabar tarqatdi. Bu hali huquqiy asos degani emas. 10-noziklik berilishi kerak degan ibora huquqiy asos talab qiladi. Agar sizga haqiqatan pul hisoblangan bo'lsa, siz hisob kitobni so'rash huquqiga egasiz. Lekin eshitdim, hamma olarkan degan gap bilan idoraga borsangiz, xodim sizga aniq javob bera olmaydi. Shuning uchun murojaatda menga pul bering deb emas. Mening pensiya ishim bo'yicha sentyabr oyidagi qo'shimcha to'lov, qayta hisob kitob yoki ro'yxatdagi holatimni tekshirib berishingizni so'rayman deb aniq yozish kerak. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami yoki boshqa to'lovmi? Chunki har birining tartibi boshqacha. Agar siz buni bilmasangiz, pensiya daftarchangiz bankdagi to'lov nomi yoki pensiya jamg'armasidagi ma'lumot orqali bilib olasiz. Ikkinchi qadam, oxirgi oyda qancha pul tushganini yozib chiqing. Masalan, iyulda 1.220 million so'm, avgustda 1.220 million so'm, sentyabrda 1.307 million so'm tushdi. Shunda siz farqni ko'rasiz. Ba'zi odamlar kartaga pul tushganini biladi, lekin aniq summani bilmaydi. Bu noto'g'ri. Har bir pensioner yoki uning farzandi bank SMSlari, ilova yoki chek orqali oxirgi to'lovlarni tekshirsin. 3-qadam, bank kartasini tekshiring. Karta muddati o'tmaganmi? Bloklanmaganmi? Karta nomi pensionerning o'z nomidami? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bankda texnik cheklov yo'qmi? Agar pensioner kartani yo'qotgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qilib yangisini chiqarish kerak. Yangi karta olingandan keyin pensiya to'lovlari shu kartaga tushishi uchun tegishli tartibda ma'lumot yangilanganiga ishonch hosil qilish kerak. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Eng kerakli hujjatlar odatda pasport yoki ID karta, JSSH raqami, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq hujjatlar, bank kartasi rekvizitlari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjat, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'qish ma'lumotnomasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot va kerak bo'lsa mahalla tavsiyanomasi bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi. Lekin shu asosiy hujjatlar tayyor bo'lsa, murojaat tezroq ko'rib chiqiladi. 5-qadam,
mahallaga boring yoki telefon orqali bog'laning. Ayniqsa yolg'iz yashovchi, kam ta'minlangan, parvarishga muhtoj pensionerlar mahalla ro'yxatida qanday ko'rsatilganini bilish kerak. Mahallada sizning oilaviy holatingiz, yashash sharoitingiz, daromadingiz, yordamga muhtojligingiz haqidagi ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, ayrim ijtimoiy yordamlar sizga chiqmay qolishi mumkin. Buni oldindan tuzatish juda muhim. 6-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga aniq savol bilan murojaat qiling. Men tavsiya qiladigan savol shunday. Mening pensiya ishim bo'yicha 15 sentyabrgacha berilishi kerak bo'lgan qo'shimcha to'lov, qayta hisob-kitob yoki ro'yxatdagi holatimni tekshirib berishingizni so'rayman. Agar to'lov hisoblangan bo'lsa, miqdori va to'lov sanasi haqida ma'lumot bering. Agar hisoblanmagan bo'lsa, sababini yozma yoki rasmiy tartibda tushuntiring. Mana shunday murojaat aniq bo'ladi. 7-qadam, yozma murojaat qoldiring. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin ba'zan yetarli emas. Agar siz haqiqatan pul chiqish kerak deb hisoblasangiz, yozma ariza bering. Arizada ism, familiya, tug'ilgan sana, shashir, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, masalaning mazmuni va ilova qilingan hujjatlar ko'rsatiladi. Arizaning nusxasini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi raqamni saqlab qo'ying. 8-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar idoraga borishga qiynaladi. Bank ilovasidan foydalana olmaydi. SMS'ni o'qimaydi, rasmiy saytlarni bilmaydi. Shu sababli farzandlar kamida bir marta ota-onasining pensiya holatini tekshirib qo'ysin. Bu nafaqat pul masalasi, balki huquqni himoya qilish masalasi. Agar 200 ming yoki 300 ming so'm farq chiqsa ham, pensioner uchun bu doriga, oziq-ovqatga, kommunal to'lovga yetadigan muhim mablag'. 9-qadam. 15 sentyabrgacha kutish va undan keyin nazorat qilish. Agar sizga to'lov sentyabrgacha amalga oshiriladi deyilgan bo'lsa, har kuni idoraga yugurish shart emas. Lekin 15 sentyabr o'tgandan keyin ham pul tushmasa bankda ham, pensiya bo'limida ham izoh bo'lmasa, yozma ravishda sababini so'rash kerak. Ayniqsa siz bilan bir xil toifadagi boshqa odamlar olgan bo'lsa, sizning holatingiz alohida tekshirilishi kerak. 10-qadam. Hech kimga pul berib ish bitirmang. Ba'zi odamlar ro'yxatga kiritib beraman, pulni tezlashtirib beraman, hujjatni ichkaridan hal qilaman deb aldashi mumkin. Rasmiy to'lovlar pora yoki vositachi orqali olinmaydi. Agar sizdan pul so'ralsa, bu qonuniy emas. Siz rasmiy idoraga murojaat qilasiz, hujjat topshirasiz, javob olasiz. Boshqa yo'l xavfli. Endi yana bir nechta real hayotga yaqin misol keltiraman. Bir oilada ona pensiya oladi. Otasi vafot etgan, o'g'li esa onasining kartasini ishlatadi. Pul tushadi, lekin ona aniq qancha tushganini bilmaydi. Keyin qo'shimcha summa kelmaganini ham sezmaydi. Bu noto'g'ri. Pensionerning puli pensionerning o'z ehtiyoji uchun ishlatilishi kerak va u to'lov miqdorini bilishi kerak. Yana bir misol. Bir pensioner qishloqdan shaharga farzandiga ko'chib kelgan. Ro'yxat hali eski manzilda. Pochta xodimi eski uyga boradi, pensioner yo'q, to'lov qaytadi. Pensioner esa shaharda pul kelmadi deb kutadi. Bunday holatda manzilni rasmiy yangilash juda muhim. Yana bir holat, nogironlik muddati tugagan, lekin fuqaro qayta ko'rikdan o'tishga ulgurmagan. U men avval ham olardim, endi ham kelish kerak deb o'ylaydi. Lekin tizim hujjat muddati tugaganini ko'rsa, to'lov to'xtashi mumkin. Bu jazolash emas, hujjat asosida ishlaydigan tartib. Shuning uchun muddatli hujjatga ega bo'lganlar sanalarni diqqat bilan kuzatish kerak. Yana bir holat, talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi, lekin akademik ta'tilga chiqqan. Bu holatda to'lov tartibi o'zgarishi mumkin. Oila buni bilmaydi va avvalgidek pul kutadi. Shuning uchun talaba maqomi o'qish davom etayotgani, kunduzgi yoki sirtqi shakl, ma'lumotnoma masalalari alohida tekshirilishi kerak. Men sizlarga yana bir muhim maslahat beraman. Har qanday to'lov bo'yicha menga qancha chiqdi degan savol bilan cheklanib qolmang. Nima asosda hisoblandi? Qaysi davr uchun? Qaysi sanada to'lanadi? Agar tushmasa, kimga murojaat qilaman deb so'rang. Shunda siz vaziyatni nazorat qilasiz. Oddiy odam uchun bu murakkab ko'rinishi mumkin, lekin bir marta o'rganib olinsa, keyingi safar ancha oson bo'ladi. Xulosa qilib aytaman. 15 sentyabrgacha pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan summalar masalasida eng muhim narsa ro'yxat, hujjat, pensiya turi, bank kartasi va rasmiy hisob-kitobdir. Hamma pensioner bir xil pul oladi deb o'ylamang. Kimdir qo'shimcha farq oladi.
kimdir odatdagi pensiyasini oladi, kimdir hujjatidagi xatolik sababga chiqishga duch keladi. Sizning vazifangiz kutib o'tirish emas, o'z holatingizni aniq tekshirish. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugunoq kartangizni, hujjatlaringizni va oxirgi to'lovlaringizni tekshiring. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, ota-onangizga yordam bering. Ularga o'zingiz hal qiling demang. Chunki bu masalada bitta noto'g'ri ma'lumot yoki bitta muddati o'tgan karta pulning kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Fikringizni izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar tushdimi? Kimdir ro'yxatda borligini tekshirdimi? Qanday muammo bo'ldi? Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot pensionerning o'z vaqtida pul olishi, dori darmonni olishi va huquqini himoya qilishi uchun juda katta yordam beradi.